Assalomu alaykum qadrdonlar. Xo'p, mana bu Epica rusumli avtomobilimiz. Kimdir Cruz deydi buni. Mana shu mashinani men qo'ygandim avvalgi videomda. Onni paydalovka qilib bergandim. Shu kriloni kapotni etib etlarni qilib turib, shu mashina ko'rsani mana qanday chang. Hayron qoldim. Kecha mo'lka qildim deydi. Men o'sha zamon g'adirib o'tiribman. Shira tushganmikin desam, shira tushmaydi. Toshkandan ishiltaman deydi. Mana ham sementga o'xshadi. Qayta ishitgan ekan bilmayman. Kecha mo'lka qilganman deydi. Mana shunaqa g'adir-badar deydi. Toshkanda shunday qopti. Qalay nima qilib qilgan bilmayman lekin. O'zi ham bilmaydi. Daraxt tagida turmagan, ustiga ketgan joyda turmagan. Toshkanda shunaqami havolar, ob-havolar. Changmi? Toshkanda yashaganlar biladi endi. Xo'p, mayli. Endi mashina yechib, sarka qilamizmi, yamaymizmi, bir nima qilib yamab, chiroylab joyiga qo'yib, kraska qilib, chiroylab tekislab beramiz qadrdonlar. Kuzatinglar. Qadrdonlar, men shoshilganda bayat qildim, yamadim, tekisladim, chahladim. Deyman, jullush bo'lib qolgan ustidan. Biz tayyor qildim-a, mana joylargacha. Buni mana qo'ytirib qo'ydim, buni germetik qilib. Ular videoga omonmi, shularni to'g'risi gap. Tez qilib berish kerak bo'ldi, Toshkandan kelgan, Toshkanga qaytib ketdi bu. O'shanga tez qilib berish uchun to'xtamay ishlab video olmaganman. Qadrdonlar. Ertaga xudo xohlasa kraska qilamiz yoki qilish qilamanmi? Yana tezlab ketdi qadrdonlar, endi gruntовка. Kech tushdin ertaga inshaalloh kraska qilib qo'yamiz ertalab. Va nihoyat mana xudo xohlasa bilan kraska qildim. O'rg'ib olganman, birsidan sipdim. Defekt topilgan edi, o'shani ushlab oldim. Lak splashni urib olaman, perexod qilib o'tirmayman. Hech yaxshi. Splashni urib olgan yaxshi. Va nihoyat qadrdonlar, mana xudo xohlasa tayyor bo'ldilar. Chiki-chiki. Qanaqa holatda. Rangi juda yaxshi. Plastmassa baribir endi. Farq bo'ladi, buni hamma ham biladi. Plastmassaga farq bo'lib turadi. Lekin yaxshi. Xudo xohlasa mana o'sha joylarga qo'yib silliqlab, chiroylab qo'ydik. Paydalovka qilmadim, mana shunday yurgan yaxshi paydalovka. Shart emas. Shunaqa. Kimga shunaqa ishlagansiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar qadrdonlar. Kamchilik uchun uzr so'rab qolamiz.